Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan ashaddiy obunachilar. Bugun Oltiariq tumani Eskarab qishlog'idamiz. Dehqon akamiz teplitsalari bor, uzum bog'lari bor. Kaliforniya qizil cho'lchaklarini boqishga qiziqib turishdi. Biz o'rgatdik. Mana go'nglarda o'zlari qiziqqanidan zo'r tayyorlab qo'yibdi. Ozgina maslahat berdik. Endi cho'lchakni olib berdik bugun. Xudo xolasa chetga o'rnatamiz. Go'nglari haqiqiy namuna mana. Qum aralashmagan, boshqa aralashmagan, kuli yo'q. O'zlarini bolxonasidan chiqqan go'nglar bular. Akamizga begimiz haqiqatan zarur ekan. Chunki mana uzumlari mana shu yerga mana bitta, ikkita, 3 ta, 5 ta qator tushsa bo'ladi begimiz. Bu degani 35-40 tonnani o'ynab yurib chiqtirib olsa bo'ladi bitga. 3 fut qilib aka bet. Obunachilar Kaliforniya qizil cho'lchaklarini olib kelamiz mana. Go'sh holatda. Bilasizlar, buni kiloga sotyapmiz hozir. Tasavvur qilib beryapmiz o'zimiz. Mana ko'p bas ozgina. Hop, bitta 10 kilo bittasini solamiz. Bittasi qo'shnilariga. Bitta teblisani ko'rsa bo'ladimi aka? Xudo xolasa mana hozirlar yetishyapti. Ikkanda solganmiz aka begimiz bularga. Ikilganda solingan. Ikilganda begimiz solishgan ekan akamiz. Ko'proq qo'shnim solar ekan, o'shanga chiqib bosyapti. Ha, tanish bilishlari solgan ekan, o'shani endi sekin-sekin sinash ko'ryapti. Bu yoqdan terilgan mana, obunachilar. Xudo xolasa cho'lchaklarni o'rnatamiz. Ba'dan terib olsa bodringlar. Mana bu qatorlar mana olinib turibdi bodringlar. Cho'lchak bu begimizlar haqiqiy dehqonning ishida o'zi. Obunachilar mana cho'lchakni o'rnatish jarayoni. Mana bunday qilib solaverasiz uzun-uzun qilib. O'zlari tarqalaveradi ular. Bilasizlar, oldin go'ngi bilan olib kelardik, go'ng aralash. Hozir go'sh holatda olib kelyapmiz. Cho'lchakni o'zi mana. Teylari ham ponni shuni mana. Kiloga bu, sof go'sh holat kiloga. Bu betga bo'ldi aka mana. Yo'ydik. Betga sekin-sekin mana bir qatorga tashlayapmiz 5 kilo. Bu makka kishi o'xshaganda aka bu. Solib ustidan go'ngini tashab qo'yamiz. Barakasini bersin hammaga. Shunaqa jarasiz. O boshida kam bo'lib qoldi, o'shga tashab qo'yamiz. Mana go'sh holatda keldi. Tegi ham, oxiri ham shunaqa chiqadi. O'zim aka shunaqa karzinkada 8 karzinka olganman-da boshida. O'rganishga. Bunaqa endi bu yerda bunaqa zichli degan narsa yo'q edi, kilo degan narsa yo'q edi. Ishlab turgan joydan sop-sop kelinaveradi. Zuhriddin aka degan odamdan olganman, Ko'prikdan. Zo'r ko'paygan barakali narsa. Endi nima qilamiz aka? Bu salafanni bor. Ustiga shuni yoyib qo'yaylik. Ha, o'sib ketib oladi. Ketmonda yopaverasiz endi. To'g'ri. Ba'dan so'kka qilib turaman. Obunachilar. Kim qiziqsa, kimga zarur bo'lsa shu biznes. Bemalol aloqa chiqsalaring, olib borib o'rgatib kelamiz. Bu narxiga keladigan bo'lsak, 1 kilosini 100 mingdan dastavka qilib beraveramiz. Kamida 10 kiloga dastavka bor. Kimdir imkoniyati 5 kiloga yoki 10 kiloga bo'ladigan bo'lsa yoki 8 kiloga bo'ladigan bo'lsa, juma kuni ko'rishdik aka siz bilan.
Dushanba kuni dastavka qilib beryapmiz. Akamiz 5 kilo, qo'shnilari 5 kilo, yana bitta joyda 6 kilo, jami 15 kilo zakazga Bog'doddan tarqab kelib beryapmiz. Boshqa viloyatlarga ham dastavkasi bor. 1 kilosi 100 ming so'm. U yerda kattaroq ob'yemida 100 kilo, 200 kilo oladiganlar bo'lsa, narxini kelishilaveradi. Dastavkasi o'rnatib berish, keyinchalik har xil maslahatlar shuni ichida bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.